Diqqat, futbol muxlislari uchun tezkor xabar. Rossiya jahon chempionatiga chiqqan O'zbekistonga vizit tashladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga like va obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasining o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga chiqqani o'zbek xalqi uchun yil voqeasi bo'ldi. Futbolchilarimizning 2026-yili AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida bo'ladigan mundialda ishtirok etishga turli mamlakatlardan munosabat bo'lmoqda. Xususan O'zbekiston milliy terma jamoasining ikki futbolchisi Abuzbek Fayzullayev va Rustam Ashurmatov o'ynaydigan Rossiyada ham bu muvaffaqiyat borasidagi ko'p fikr bildiryapti. Sport.uz portali Rossiya futbol jamoatchiligi vakillarining O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'yicha bildirgan fikr mulohazalarini o'zbekistonlik futbol muxlislari e'tiboriga havola qildi.